Daryo, noquvvat polvon Surxondaryo. Boshlanishi avtomobil. Kurashingni ko'raman, bo'ynagi narsani bosayveraman. Prokurori Farruq akasi nomidan $100. Saylat. El qadrlaydigan insonlar mana shu bugun to'yga kelib turibdi. Zo'r keldi. Do'lolar. Endi yana bitta qoidani aytay. Hammani ko'zi o'ngida. Surxondaryo qadimiy to'y kurashi bitta bosh tovoq bo'lardi. Bitta bosh tovoq. Halo. Maydonga, Surxondaryo maydoniga 1 sekund bo'lsa oldin kirib keldi. Etovunga havola qaysing o'tirasan. Kurashamiz. O'zingiz chiqding ekan. Kurash. Barov so'kani bir o'z kelmagan. Kelinglar yigitlar, olishib ketinglar. Quvvat polvon Surxondaryo. Qashqadaryo Shohruh polvon bir qarsak bilan isbotlaylik. Etovunga bitta avtomobil. Nafsimdan qaytmayman, boshlanishi ustiga bitta Nokia. Qoida shunday. Bosasan avtomobildan ko'rib olasan. Bu yo'lni o'zimiznikilar olishadi. Ablazga kel bitta. Beray, qara, hammangni krasovkangni eskirib ketdi. Halo. Buma. Bitta Nokia'si bor. Amin. Allohu akbar. Halo. Avvalambor haqqiga duo qilamiz. Taning sihat salomat bo'lsin. Endi og'aylar, baribir Ekonomiga bitta egarlangan g'alabasi. Qayerga borsa, bayrog'imizni ko'klarga ko'tarsin-da, xursand qilib xalqni xursand holatda kelishligini Alloh nasib etsin. Xon Media. Barchaga yangilik salom, sar bilan Surxon Media hamda Surxon kanali. Bu videoda hamma Surxondaryo viloyati Sarasiya Qizilshartdan Farhod aka aka katta kurash beryapti. Shundan bir video qilib sizlarga taqdim etamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana kurashimiz ancha kattalashib qoldi. Shundan bir video qilib sizlarga taqdim etamiz. Azolcharimiz Surxon Media kanalida anchadan beri kurash chiqmagandi. Shundan bir video qilib sizlarga taqdim etamiz. Yozing. Angordan Muzaffar polvon. Denovdan Sirash polvon. Ekolga $100 bor. Amin. Bundan turg'izib qo'y. Ha, turg'iz. Halo. Xolbek polvondan $100 mehmon keldi.
Bombani yiqitdingmi? Bomba oldinma ketdin, ikki to'yga yiqilyapsan. Yo o'zingni qaratgin, yo bo'lmasa sen ham pensiyaga tayyor tur. Bor zotingga. Bir. Bo'ladi. Shu buvalarni oldin to'smaylik. O'tmaylik ekan. Bosdi, nizomli o'g'li bosdi. Bo'lmadi. Qarzot, kiyimingni bironta shogirdlarga ber. Kir bo'lmay turib ber. Yangi ekan. Aytib qo'y, sharmanda qilaman, ha? 90 kilodan 100 kilogacha. 4 yashar ot. Mehmon polvonlar kesin, mezbonlar bilan olishadi. Ha bo'ladi. Mana shunday o'rgat shularga, yoshlarga standart elakdi. Ke 90 kilodan 100 kilogacha 4 yashar ot. Mehmon ke, mezbon 4 ta qo'yamiz, tanlab olasan. Muxlislarda qarang, juda ko'p odamlar bor. Yozing. Husniddin polvon, Sho'rchidan. Jamshid polvon, Uzundan. Ekoviga 3 million so'm bo'ladi. Amin. Xudo mading bersin. Yakta as. Mesha. Jelak. Bo'ladi. Mehmon agar mana nega ko'p. Mana standart. Чуть-чуть mayda. Может, жаловаться, familiya. Давай, hayda oyog'inggacha platnoy. O'zi ko'chaga oyoqlaring urasan, kurashga tapchika kiyib kelasan. Respublikasi G'azalshoh polvon. Surxondaryo Boysun tumani Otabek polvon. Ekoviga to'y egasi nomidan 4 yashar tirik oti bor. Amin. Xudo mading bersin. Tojikiston. Chiqdi.
Bo'lmadi. Dur. Ayağını. Hazır. Direkte polvon. Mana yoqqa kelib kurashinglar. To'xta. Direkte bekovul. Nima bor? Hammang o'sha yerga yopishib olgansan. Mana yoqqa ham xalq bor. Mana yoqqa ham olishdir. Umarni bosma. Yozing. Anvar polvon, Tojikiston. Anvar polvon, Qashqadaryo. Ekoviga bir sarka 500 ming so'm puli bor. O'tgan olmani bek o'tgan suvsab ketdik. Olmani olib kel, qani olma. Shahriyor polvon, Tojikiston. Jasur polvon, Surxondaryo. 100 dollari bor. Olmang, Xudo mading bersin. Qashqadaryo, Ro'zimurod polvon. Surxondaryo musulmon polvon. Ekoviga 3 million so'm puli bor. Olmang, Xudo mading bersin. Kimonazar polvondan 100 dollar. Qurbonov O'ktamakadan 100 dollar. Qurbonov Shahzoddan 50 dollar. İlhom polvondan 5000 rubl mehmon keldi. Sizlar orqaga qaytinglar. Mehmonni chaqiraman. 2 ta 3 ta variant kelinglar. To'g'risida mana bir 100 kilo kamida chiqadi. Jelagi bo'ladi. Yozing. Sho'rchidan Sardor polvon. Kel bitta. Aslidan polvon Deynovdan 100 dollari bor. Olmang. Sarka bo'lmasa 500 ming pul beravering. Sarkani bozor sudrab tintag chiqib ketadi polvonlar. 500 ming bering. Yozing. Qashqadaryo, Azizbek polvon. Surxondaryo, Bobosh polvon. Ekoviga 2 million so'm puli bor. Yana kim bor Qashqadaryo? Hozir aytayapman, chiqinglar kurashib olaylik, uka. O'zim variant. Seni vesing katta. Mana qara uka. Manakay sen 90 kilosan, shular hammasi 90 kilo. Kecha mana kalit kim yo'qotgan mana tolib ketdi simichkachi. Bombasiga qadar yurading kalit. Ayda. Yo to'g'ri bo'ldi. Buni o'tgan to'y kurashib bo'ldi. Berke. Sen berke. Hayda. Siroj Xozmakdan 100 dollar mehmon keldi. Hayda. Sendan ham buyurdi. Hayda. Mana kimni bolasi otasini yo'qotib qo'yibdi. Qayerdansan? Qayerdan? Bore ekan. Otasini yo'qotgan yig'larni qayta kulyapti. Bir to'g'ri qilsa otang yo'qolgan uchun bo'lsin. Hayda.
Yozing Abu Bakr polvon. Surxondaryo. Shohruz polvon. Ekoga $200 bor. Amin. Yozing. Angordan Akbar polvon, Sho'rchidan Botir polvon $100 bor. Bo'ldi, otga, ho'kizga, tuyaga ke. Maydachidan to'xta. Yozing. Jaloliddin polvon. Denovdan. Yashnar polvon. Sarasadan. Ekoga 4 million so'm puli bor. Amin, Xudo omading bersin. Kechaga bersin. Ha? Kechaga. Ot bozorga ayb. Yozing. Bandixondan Latif polvon, Sarasadan Ehson polvon, Ekoga 4 yashar tiriga oti bor. Amin, Xudo omading bersin. Abdulla polvon, qani sheringiz? Jelaga masraga ketsak. Faqat jelaga almashtirlaring. Kim o'lmas. Malon, молодец. Malon. Молодец. Ke, Abdulazizga bitta ke. Mehmon yo'qmi? O'zimiznikilar olishadi. Abdulazizga ke bitta. Bo'ladimi? Ke boshqa ke. Ayaqlar dedi polvon. Sardorga ke bittang, o'z teng. Mana blogerlar o'rtasiga bitta endi nima deydi? Hamma ishda ham yangilik bo'lmasa o'zgarish bo'lmaydi. Blogerlar o'rtasiga mana bu narsani joriy qilamiz. Bekovlar ashka qiladi-ku.
aşkı qilgan ishini olib kelib menga yoritib berasan, 100 ming pul olasan. Mana bloger, ismi bloger. 100 ming pul olasan. Mana boshlandi. Bekovlarda aybini yoritib berasan, 100 ming pul olasan. Mana sizlarga ham e'tibor beray. Qara, hammangni krasovkangiz eskirib ketdi. Yangi kiyim olasizlar. Chiroyli Ibrohimga kelibdi. Yaltaga borasizlar dam olishga. 100 kurashasizlarmi? Keyin mana shuncha balaga turibdi bitta ke. Mana Mongolga kelibdi. Keyin mana. Xato qilmaydimi? O tomoshabinga ham bu narsa, lekin 100 olmaydi, 50 ga. Keyin Mongolga bitta. Chunki blogerda narsa. Mana Ibrohimga kelibdi bo'lsa. Mana Abdulazizga kelibdi. Mana Sardorga ke 60, 73, 81, 90. Qolganingga nima bor bo'lmasa bu yoqqa. Davay hammang keyin. Tugadi olish senlarga. Hayda. 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 Said kelibdi. Keyin Saidga bitta. Halo. Botiram bosdi. Ha. Yerga tursin mana. O'sha yerga tur, mana bola yo'qolib qopti. Kelib olib ketinglar. Bilmayman, bugun faqat boladan bezarlar kelganmi deyman. O'zing, Sho'rchidan Humoyun polvon, Enovdan Ali polvon, ekoviga 2 million so'm puli bor. Amin. Faridun polvon Tojikiston. Nizomiddin polvon Qumqo'rg'ondan ekoviga 1 million so'm puli bor. Amin. Xudo ma'lum bersin. Angordan Bahrom polvon. Sarasada Akobir polvon, ekoviga 1 million so'm puli. Amin. Nomadi kalayndi endi, qo'yib. Akosh. Akosh kemanaga oldi. Katta palola tarqib o'raylik. Qani qiz yig'itasan, qisib ko'tar. Aka o'shani Eshitib, davra. Oxiriga borib 5 minut ushlashib, menga uni berasan, menga buni berasan deyuvchi polvonlar diqqatiga. Davrani bosh tovog'i avtomobil. Kelasan, polvonga qarayman, qo'shiluvimga qarayman,
ustiga bitta nartuya, bitta ot, bitta ho'kiz, bitta chori qo'y, bitta chor sarka $500 qo'shaman. Ke, Umar. kurashaman deganing bormi keda? Qanaqa odamsan senlar? Ke mana Abdulazizga ke mana Saidga ke mana O'ralga ke mana kurashinglarda nimaga chiqib olgansan davraganmay? Bir. Bo'ldi, mayda besni kurashtiramiz, katta beslar damdonglar. Davay, ot, ho'kiz, tuya, piyani shularga qo'yaverish kerak. Bo'ldi, rahmat kelganlaringga, katta beslar damingda olmay. Olishmasang iltimos qilmaymiz. Davay, ke mayda bes, kim olishadi? Ke, alfamış ke berki. Bo'ldi, zotini bering shu yigit bosdi. Ke mana alfamışga 73-81. Ke bitta. Hayda. Ekangim pashti besing teng ekan. Ke berki Xurshid, Angor berki. Botir, qani seni Botir? Putinni bosgan Botir. Temir polvon o'g'li Shaboz nomidan $100 mehmon keldi. Xurshidga ke bittay. Ke Xurshid beqa. Xurshidga ke bittay. Mana Bahriddin Rahmon. Qaysi? Va bo'lmadi. Yo'q, endi sen yo'q variant. Mana ikkovi ham oldinga bordi. Hayda. Ha, ber. Qashqadaryodan polvonlar bormi, yo'qmi? Keyin chiqib kelma. Yozing. Angordan Xurshid polvon. Jarqo'rg'ondan Abdurahmon polvon. Ekkoviga 4 yashar tirik o'tkizib bor. Amin. Xudo omading bersin. Ke javob. Ha shunday oyog'ingga yechi. Dur. Mana burchakka kelib kurash keyin. Do'konlar beg'roz yoylaylik Anvar. Mana ham kurash qilaylik, odamlar ko'rsin. Mana yerdagilar jalva qilyapti menga. Qaytaman, beg'roz 5 metr qayt. Qayt. Qo'ybek, beg'roz. Odamlar tomosha qilsin. Ziyo polvonga ke ot qo'yaman. Ke. Mana davraga Shohruh polvon keldi. G'aylar. Endi bir ko'ramiz. Yozing. Daryo. Norquvvat polvon Surxondaryo. Boshlanishi avtomobil. Kurashingni ko'raman, bo'ynagi narsani bosayveraman. Ma'qulmi qal? Amin.
zo'r keldi. Duon olamiz. Norquvvat. Duoni. Bularni Standart yo'lakni chiqarib. $400 mehmon keldi. Tamam. Endikistonda 100 ming dolar kurash. Senlar hozir pulga olalar. Niye qara? Kurashadi. Og'ir sigara chekib bordi. Endi yana bitta qoidani aytay. Hammani ko'zi o'ngida. Surxondaryo qadimiy to'y kurashi bitta bosh tovoq bo'lardi. Bitta bosh tovoq. Keyin eslatay, men 30 yil oxiriga o'taylik, 30 yillik nazarga o'taylik. Studentlar o'rtasiga bitta tovoq bo'lardi. To'g'rimi xalq? Ana endi orada biz tovoqni ham ko'paytirib yordik. 10 talab 10-chi tovoq deb aytyapmiz. Endi qarang. Birinchi, ikkinchi tovoqni eng tanlanib o'ng tomonni ko'rdikda, lekin chap tomonni ham ko'rishimiz kerak. Ana endi xatosi qayerda? Mana ko'pchilik tashlash kerak-ku. Yo'q. Bitta tovoq taylanadi. Agar 2 ta, 3 ta tovoq taylasangiz nima bo'ladi? Mana bitta tovoq taylasak, Zohid ko'taradi. Bo'ldi, Zohid Zaynab. Ikkinchi tovoq taylasak, Norquvvat ko'taradi, Zaynab. Uchinchi tovoqni bu ko'taradi, Zaynab. Uchovga 3 ta tovoq berish kerak. Mana muammo. Muammoni ko'rdingizmi? Ana shuning uchun bitta tovoq. Bitta tovoq qolgani palon bilan tirlanadi. Palon tirlanadi. Balkim ikkinchi tovoq birinchi tovoqdan ham zo'r bo'lishi mumkin. Lekin tashlanmaydi. Ana bu narsani esdan chiqarma. Yahyo, eslab qolni shu gapni. Esladingmi? Ana shunday hukm qilish kerak. Mayli, ikkinchi tovoq Norquvvatga yana bir kishi keldi, Zohidga yana bir kishi keldi. Biz qo'yishimiz kerak. Maydonga tovoq qilib taylamasligimiz kerak. Ana shunda kurash bir-biriga rashk bilan, hujum bilan kurash bo'ladi. Ana Shohrux maydonga, Surxondaryo maydoniga 1 sekund bir oldin kirib keldi, etovingga havola qaysing o'tirasan. Norquvvat bilan Shohruxga duo beringlar. Norquvvat polvon Surxondaryo, Qashqadaryo Shohrux polvon bir qarsak bilan isbotlaylik. Etovingga bitta avtomobil, lafzimdan qaytmayman, boshlanishi ustiga bitta Norqiya. Boshlanishi. Haydaysan. Bosasan. Ana endi Zohid, mazangiz yaxshimi? Bo'ldi, davab turing. Quyuqroq choydan ichib turing, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana katta zot e'lon qilindi, avtomobil. Hayda, Xudo omading bersin. Quruq qaytmanglar. Barakalla. Barakalla. Yozilmay kelganiga guppillataverasan. Andijondan 500 ni ichiga bitta mehmon kirib ketdi, to'xtataylik. Isming nima edi? Azamat polvon Andijondan. Mana shu mehmoniga do'tkaylik kelib. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Yosh polvon bosdi. Azamat polvon Andijondan, Alisher polvon Surxondaryo. Ikkoviga 2 million so'm puli bor. Ona xudo omadingiz.
Bahriddinga ke bitta. Mana Bahriddin polvonga ke bitta. Nurali polvon. Aka. Mingto'rayev Almat polvon. Abdulla polvon Avezov. Bahriddin polvon, Ishonbon. Anvar polvon, Xolbek polvon. Jo'raqul polvon. Fayzulla polvon. Ikkita necha hayda. Bor. Yoshlar ke bu yoqqa. Yoshlar meslisan, yoshlarga vibr. Yozing, Muhiddin polvon, Boysundan, Surxondaryo. O'lmas polvon, Qashqadaryo. Ekoviga 3 million so'm puli bor. Yozing, Lutfulla polvon, Qiziriqdan. Bilol polvon Dinodan $200 bor. Yusuf polvon, Hamra polvon davraga. Yusupov Hamra bo'ldi. Hayda. Oyog'ingga chekavga. Aynalmay kurashdi bo'yin olganingcha. İbrahim oxirgi payt cholg'on bo'lganmisan deyman, darrov minib olyapsan. G'azal ke g'azal. Kim qarayapti g'azal bilan Otabekka? To'ydorni Yaznasini nomidan $100. Yozing, Qashqadaryo Aktam polvon. Surxondaryo Hoji polvon, ekoviga $200. Amin. Chekaga chiqmay. Bo'lma. G'azal polvon Tojikiston davraga chiqing. Bir aynaling, chiqmasa zotingizni beraman. Chunki aytilgan davradan chiqib ketish mumkin emas. G'azal polvon davraga kiring, 1 minut vaqt. Nima bo'ldi? Dur, yoshlar ro'za. Hayda. Qashqadaryo, Surxondaryo. Davay ekoving bir narsa qilay, yeding necha, balimga bo'lib ketding. Mangolga ke bitta. Chegaralab qo'ydi-da. Yozing, Ro'zimurod polvon, Qashqadaryo. Yoshlar polvon Surxondaryo. Ekovi ham 3-inchisi bilan kurashyapti. Ekoviga to'g'ri yashar tarigoti bor. Amin. Xudo mading bersin. Bo'ldi, 10 minut tamom. Mirzayev Yo'ldosh polvon, keling davraga.
Nomimdan Fayzulla polvon keling. Bardinxon Eshonbo keling. Men oldimga turma, davay, hammangni olishtiray, olishtirmadi deb xafa bo'lma. Yozing. Sho'rchidan Botir polvon, Qumqo'rg'ondan Hikmat polvon To'rayev. Ekoviga $200 bor. Amin. Xudomadingiz. Bo'ldimi? Hamma keldimi? Ay, ikkovim yaxshi polvon. Yozing. Jarqo'rg'on Arslon polvon, Ibrohim polvon Denovdan ikkoviga ham $200 bor. Amin. Xudomadingiz. Aynalma Alfamish. Aynalma Jamshid. Kurashe. Bo'ldi. Ey, 1 minut kurash to'xta. 1 minut kurash to'xta. Kurash to'xta. Farhod kim? O'g'illar ham kelsin bilan. Mana shu davraga o'z davrini polvonlari qolaversa, xalq, el qadrlaydigan insonlar mana shu bugun to'yga kelib turibdi. Bu dunyo g'animat dunyo. Mana aytdim, hammadan o'tadi. Yoshlik, chiroy, kuch, boylik hammasi vaqtinchalik. Faqat Allohning o'zi qoladi. Biz bir omonat dunyoda vaqtinchalik umr guzaronlik qilamiz. Kimdir kurashadi, kimdir oqsoqolchilik qiladi, kimdir ko'p odamni ishlatib tadbirkorlik qiladi, kimdir dehqonchilik qiladi, lekin hammasi vaqtinchalik. Faqat Alloh o'zi yagona. Shuning uchun bizdan o'tadigan dunyo uchun, bizni qo'limizga kirib o'tgan boylik uchun, arzimas bir uloq tuya uchun iymonimizni, vijdonimizni sotmaydi. Erta qariganingda el qadrlab mana shu maydonga chiqarib, shularday duo berishlik nasib etsin polvonlar. Mana bu narsaga e'tibor beramiz. Mana polvonlarimizdan, oqsoqol bo'larimizdan to'ylarga haqqiga bir davol beramiz. Mana raisga salomatmisiz? To'ylar davraga chiqinglar, shu yerda bo'lsalaring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ushbu ukamizni o'g'illarni to'y qilayotgan ekan. Uchala o'g'li ham zamonaviy, otasidagi zo'r davlatga xizmat qilayotgan yigitlar bo'lib yetishsin. Ilohim bularning umri uzoq, bog'i mahkam bo'lib, ser davlat, serman bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Otasidan to'ylab bersin. Dobr aka. Mana mehmon gapirdilar hoji buva. O'ta aytganlarida bo'lsin. Shu otasiday, bobosi ham palvon bo'lgan, Ahmad palvon der edi. Bu yigitlarning bobosi ham. Men bu yigitni shu bir to'yga 3 martalab olishtirganman. 9 tagacha ham olishgan yigitga. Bobolarimiz zamonamizni eng bir havas qiladigan, televizordan ko'radigan sport masteri bo'lsin, chempion bo'lsin, ko'kragiga ordenlar olsin, havas qilaylik. Ilohim Allah shuni shu 2-3 yoshga nasib etsin. To'y qilgan yigit ham murod maqsadiga yetsin. Yeganni doim taniga borsin, topganni doim to'yga bersin. Shunday. Alloh akbar. Rahmat. Hammaga ruxsat. Kurash davom etadi. Qo'shnisi Furqat bilan Sherzodning nomidan $100 mehmon keldi. Rahmat qo'shnilarga. Kel.
Norquvvat Shohruh polvon ke bo'ldi. Davraga ke. Bir. Qarz Alpomish davraga qaytdi, shunga bir duo bering. Ziyoga ke, bag'rida. Boshqa polvon yo'q, tur Ziyo bilan olishmaydi. Bor yana kim bilan kimni olishtiray? Badim. Yozing. Tojikiston Abdujabbor polvon. Beno Nizam polvon. Ekoviga $200 bor. Amin. Damading bersin. Farhod bilan birga kurashgan 1-2 kun dam olishda bo'ldi Nizam polvon. Yana davraga qaytdi. Shu yigit shariga bir chiroyli qilsa kaling. Bugun ko'ramiz damni qanday olgan, bilamiz. Ikromga ke bittang, Ikrom o'ta. Ke bittang mana Ikrom. Bora polvon, Ikrom polvonga ke bittang. Yana turish kerak-da, ushlab. Bo'ldi halol. Sardor bosdi. Kurashasizlarmi yo'qmi? Ha? Ikrom bilan. Bag'ri. Yo Ikrom bilan yo Ziyo bilan bittasi bilan kurashda endi. Yo'q hech kim. Jasur Bakka. Mana uchovi ham shu uchovidan bittasi bilan kurashib berdi. Ko'raringda. Uchovidan bittasi bilan kurashda. Mana keldik mana. Shaqda ekan. Tonga polvon bilan kim kurashadi? Qoch. Mana Tonga polvon keldi davraga. Bittang ke. Ya farqi yo'q, turibdi Ziyo keladimi? Boshqasi keladimi? Jasur keladimi? Kim kelsa olishadi. Ekoviga Ziyo polvon, Tonga polvon. Haydi. Yaxshi zot qo'ying, ekovni ham jelaga standart aynalmay kurashadi. Otangga rahmat. Anaka. Qashqadaryoda yana kim bor? Barov Fontani biroz kelmagan. Kelinglar yigitlar, olishib ketinglar. Nizam polvon, yomon ekan bu. Musa. Yozing. Qashqadaryo Javohir polvon. Ponka laqabi. Surxondaryo Ziyo polvon. Ekoviga to'y bolalarning bobosi rahmatli Ahmad polvon buvani nomidan bir haqlariga duo qilib qo'yaylik. Xudoy taolo barcha o'tganlarimizni o'z rahmatiga olsin. Yotar joylarini jannat bog'laridan bir boqqa aylantirsin. Izidan qolgan farzandi zurriyotlariga chiroyli sabr jamil, rushdu
hidoyat ato qilsin. Hammalaringizni topganlaringiz Farhodday farzandlarni yaxshi kuniga kelsin. Amin. Allohu akbar. Rahmatli otasining nomidan bitta nur tuyasi bor. Amin. Allohu akbar. Ey beqa kenglar. Mana beqa kenglar. Mana shu yerda hech polvon yo'q. Kenglar beqa. Mana shular ham odam. Qarsak chalmaysanlar menga ekka. Mana shu yerda kim qaraydi? Anvar ustiga borib bir qo'l, ikki qo'l qizib olguncha qisqa aynaladi. Aynaltirmasdan kurashdir. Xudodan qo'rqinglar, halol bo'linglar. Men shunga ketdim deb. To'xtab, farqi yo'q. Deb bo'ladi, janob. Zahvat uzmay olish, tushundingmi? Hayda. Kelagini ko'rib, menga bo'lmaydi deyman. Ikon bir-birini Bo'ldi. Ko'r jelagini. Hayda. Hey! Yana Qashqadaryodan mehmon bormi? Ki? Ha, mana chiqib kelyapti. Bitta xuddi yerni kovlab chiqqanday chiqib kelyapti. Yozing. Qashqadaryo Jaloliddin polvon, Surxondaryo Ikrom polvon. Ikkovini o'rtasiga 4 yashar trigot, ustiga 100 dollar bor. Amin. Allohu akbar. Arashi. Bosdi, ana kimmisin bosdi? Mana bosdi. Andijonlik mehmon yigit bosdi. Azamat tez zotingda kelbeqa, origa odam bor. Qo'yilgan ot zot Faxriddin ukasining nomidan. Azamat zotini bering. Ey o'tasa azamat. Senga bekor qo'yamiz. Kimga bekor? Bekor. Man. O'tirib turinglar yigitlar. Ey mana Abdullaga o'tsan. Abdullaga o'tsa Ikrom. Ey o'sha yerga. Yomon surdingda sal masofa uzoq ketdi. Turash ekan. Azamat. Ey Azamat. Ayda. Keyin duonoga kesib uchasan, bor. Qay tarqaganman, turay. Shapka. Azamat polvon Andijon viloyatidan. Musulmon polvon Surxondaryo
Ikkoviga 2,5 million so'm puli bor. Amin. To'xtasin jo'rasi nomidan ham $100 mehmon keldi. Voy Abdulazizga kel bittang. O'ral chiq baqa. O'ralga kel bittang. Ikkovi ham Jarqo'rg'onni polvon. Keda bitta. Yozing. Ramazon polvon, Sho'rchidan. Akobir polvon Angordan $100 bor. Hayda bitta ot qo'yadi, hayda. Hayda Jasur bilan O'ralga yaxshi zot qo'yinglar. Ikkovi ham o'z yoshlarimizni zo'ri. Ey Abdulazizga kel bittang. Mana shu ikkovi bo'ladi lekin. Hayda. Hech kim quruq ketmasin. Bitta barini bilan sayt solishasan. Yozing. Jasur polvon, Sho'rchidan. Jarqo'rg'ondan O'ral polvon, laqabi Mangol. Ikkovi o'rtasiga do'sti Rustam Cho'toldi nomidan bir trigot 500 ming so'm puli bor. Amin. Xudo omading bersin. Yozing. Abdulaziz polvon Jarqo'rg'ondan, Sho'rchidan O'rabek polvon. Ikkoviga $300 bor. Kele. Qashqadaryo ro'za yoshlar chiqdi ki. Shohruh polvon. Shohruh polvon. Ke. Haydar bobosi nomidan Mustafa Qulov $100 mehmon keldi. Iskandar Hoji boboni o'g'li Davron nomidan $100 mehmon keldi. Ey mehmon keldi qilganlarni ham xonadoniga to'ylar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana tayini bering Ulug'bekka. Ulug'bekka. Ama qo'yda keladi. Nodir qani? Ha? Nodir. O'rab qo'y Malik. Zo'rini shekilga jo'nataman, zo'rini. Ana shu yerga nima bo'ldi? O'ral, mana nima bo'ldi? 2 soatdan beri turibman dedi shu yerga. Alo. Dur, boshini oldiga bor. Bo'lmasa 10 minut qaranglardan zotini beraman. Farruh akaning nomidan bitta tuya keldi. Denovdan Farruh akaning nomidan. Hokimi Ilhom akaning nomidan. Denovning nachalnik milisasi. Dur, menga emas, hayda yaxshi. Sektor rahbari nomidan $300 qo'shildi. Ko'rdingmi? Akangga boring. Men o'zingga baylab qo'yaman. Dur, zotingga. Davraga kirib aytaman. Shu Farruh aka, Ilhom aka, nachalnik inson nomidan uchoviga to'nkalar zoti ustiga qo'shib yuboringlar. Shu aytyapman-da.
Hozir. Hozir ko'ryapman. Shuni bo'lsang bo'ladi. Tika mana shu tika qilib ol. Ey! Qara, mana bu Otabek bilan G'azaldagi oxirgi qo'y. Surxondaryoning polvoni navbatda turibdi. Ko'rsa ko'tirma, aylanov. 1 soat, 1,5 soat bo'ldi. Jasur bilan Jamshiddan. Shu bilan. Bo'ldi ekonga o't. Bo'ldi. Buni yog'i chiqmaydi-ku. Thomas! Qashqadaryo! Shaniga bir chiroyli qarsak chalingan. Qashqadaryo, Shohruh polvon. Surxondaryo! Noquvvatdan bir olqishlab qo'yamiz. Ekoviga Firdavs qassobning nomidan bitta avtomobil, Begmat bobosi nomidan bitta Nokia. Qoida shunday. Bosasan avtomobilni ham ko'rib olasan, tuyani ham ko'rib olasan. Bosmaysan, tuyiga nimani bersa, himmat qilsa, shuni olasan. Amin. Omading bo'lsin. Allohu akbar. Rahimov Saidning nomidan 500 ming. O'rtaga turdi, o'rtaga. Banka beraka. Bor ekan, bozorlashdi. Ziyo beraka. Ekoni zotining ustiga. Denov hokimi Ilhom aka nomidan $100. Denov prokurori Farruh akasi nomidan $100. Sağ aylanib. Denov nachalik militsiya Shavkat akasi nomidan $100. Bitta Nokia $300 bor. Amin. Mehmon keldi qo'ygan insonlarni ham Xudo taolo martabasini, mansabini bundan da ziyoda qilsin. Amin. Allohu akbar. Shoshma. Kurash to'xta. Mesni o'zimizni polvonlar kattaroq bitta jelak beringlar. Jelagim yo'q deyapti. Beringlar polvonlar bitta katta jelak. To'nkaga beringlar. Shuncha zot qo'yapti. Ziyotov odamlar chiqib ketinglar. Ziyotov odamlar. Ey bachcha, tur o'rningda. Tur, yosh bolalar chiq hamma. Ey, ana o kim? Mana yoningdan tur bo'yda. Tur, tomoshabinlarni oldiga o'tir. Hamma turadi, faqat 1 minut bayna duo paytida mana to'y bolalari o'ynab ketgan ekan bir yerga. Hozir keldi. Endi bitta narsa. O'tiramiz. Duo qalbdan qilingan duo ibodat darajasida bo'ladi. İbadatda qancha savob olsangiz, duoga ham shuncha savob olasiz. Duo insonning taqdirini bitta narsa o'zgartiradi. Bu duo. Yaxshi tomonga qilingan yaxshi duo yaxshi tomonga o'zgartiradi. Yomon tomonga qilingan duo yomon tomonga o'zgartiradi. Mana bu narsani esdan chiqarmaylik. Shuning uchun mana go'daklar shu bugungi to'yga sababchi bo'lib turgan go'daklarning haqqiga bir duo qilamiz. Ilohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor, o'zing ko'rguvchi, bilguvchi zotsan. 18 ming olamni yaratding. O'zingga hamd. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin.
Mana shu bugungi kunda fayzli qilgan, barakotli qilgan Allohga behisob shukr sababchi bo'lib turgan mana shu go'daklarni umri uzoq bo'lsin. Rizqi butun bo'lsin, bog'i mahkam bo'lsin. Farzand uchun eng ulug' xizmat ota-onasiga xizmatchi bo'lsin. Parvardigor bularni yomon ko'zdan, yomon suhdan, yomon odamlarning yomonligidan, shaytonni jinlarning yomonligidan, bu dunyo fitnalaridan o'zi omonda saqlasin. Parvardigor, sherda qo'l ochib turibmiz, qalbimizda hammamizda o'zimizga yarasha niyatimiz bor. Kimlarnidir bemori bor, shifoi karomingdan shifoi komil ato qilgin. Kimlardir qarzdor, o'zing najot bergin. Kimlardir akasi, ukasi, otasi, farzandi uzoq yurtlarda, musofir yurtlarda yuribdi. Sog' salomat manziliga xursandchilikda yetib berishni Alloh nasib etsin. Har kimning talabini, istagini, maqsudini Xudo taoloning o'zi hosil qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha musulmon millatiga tinchlik, xotirjamlik va ofiyat ato qilsin. Jami jonzot osmonga tikilib, Xudodan quruq qo'l bilan umid qilyapmiz. Xudo taolo yerimizni ham rahmat yomg'irlari bilan bezasin. Dehqonlik ishtikoriga baraka bersin. Arzonchilik, ma'murchilik bo'lsin. Ofatdan, kulfatdan, bemahal o'limidan yurtimizni omonda saqlasin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar bi rahmatika. Allohu akbar. Tur endi shuncha dodagi erkak bo'lib aynalmay kurashamay. Davay, erkak bo'linglar, jogen tegdiganman. Kurashe, kurash, aynalmay kurash. Davay, shuncha odam senlarda aynalishing kelgan yo'q. Davay, aynalganingni chiqarib yuboraman. Aynalganing yutqazgan bo'lasan. Davay, kurash. Yashnar, kurash. O'zma, o'ta o'shaqa kurash. Yozing. Ozod polvon Qumqo'rg'ondan. Angordan Jamshid polvon ikkoviga 100 dollar bor. Mana ko'tisi. Neydi? Mana yigitni sherigi davraga kel. Kurashamiz, bukonlar qaranglar. Kuydirmanglar hech kimni, aylantirmay kurashtiringlar. Hoji o'rtaga. Hoji, ana aktam o'rtaga kurashinglar. Davay, aylanmay kurashinglar yigitlar. Shag'ni eplaylik. Kurash. Javohir, bunga chiq uka tez. Bitta jelak o'zi 100 ming so'm turadi. 4 ta 5 ta jelak boshingga zapas qilib yurmaysanmi? Hamma. Shu sizlarning qurollaring-ku. Tur. Yashil jelak. Tur o'rningda. Tur, sheriging kel. Kimmi? Tojikistonga o'tib ketdi. Bo'ldi, ishlamayaptimi? Aytdim-ku, Ro'ziboy, jalbaq salmashtirish kerak-da endi. Yo, mayli endi 5 ta kiysang ham, 7 ta kiysang ham, katta kiymasang mana yoshlarga o'xshab, yoshlar bilan almashtir ikongni yo'lagingni. Almashtir mana. Ikongni ham gavdan teng. Ikongni 90 dan kurashasan. Endi almashtirasan, mayda kiyib chiqsang almashtiraverasanda. O'zi boya aytdim.
Chelak g'irram kiygan odam davradan chiqib ketadi. Mana meni belamiz qilyapsizlar. Kurashinglarda yigitlar. Furqatni nomidan Farhod uka xonasi $300 mehmon keldi. Endi bo'lmay qoldi Abdulaziz. Kurashinglar. Bo'ldi. Aynalmay kurash. Hammang bir-biringga mana imkoniyat zo'ring bosib oldi. Toshkentdan Shuhrat Safarov doktorning nomidan $100 mehmon keldi. Azamat, chelagingni jalva qilyapti almashdi. Kesin o'z ko'ramiz, yo'qki. Tursunov Hasan aka nomidan $100 mehmon keldi. Kamera javob bering. Qanaqa telefon? Mana shu yigitni telefoni yo'qolibdi, topib beringlar. Suyunchisi bor. İçidagi bor pulni olasizlar. Bo'ldimi? Qani sherigi, Abdulaziz. Kecha ham qovurg'asi lat yeydi, endi bir qarasin bo'lmasa, bir narsa qilamiz. Kurashinglar yigitlar, kurashinglar. Kurash. Hoji, kurashinglar. Akobir, kurashinglar. Aha. Bo'ldi, boringlar, shaqa nima bersanglar. Ishlaymiz yigitlar. Nima bir-biringni tushunsa qo'yaverasan. Kurashamiz. Alpomish, Islom, kurashamiz. Kurash. Bu bokovul senlarni gurungingga eshitgan chiqmagan. Kurash. Kurash, yiqit yo yiqil. Senlarni olishtirish bir problema. Kurash deb boshingga turish bir problema. Uyingga zotda borib beraylik shu brekdan, uyingga olib beraylik to'y degasdan. Ke. Muhammad, kelay mana o'sha yerga. Nima chiqib ketgan bo'lsa, qani shuni tov ber. Halo. Bosdi. Bo'lmadimi? Ayda yeni bilen hayvanım gelip bunu şey yaptı. Mayli ikkovini agar shunday sportni bo'lsa ikkovini kurashtiringlar. Kurash. Ikkovingizda olib bizda ustiga yana 500 ming zot qo'shdi. Kurash. Bor. Bor ozat, Bor kurash. Bor, u unaqa bo'la emas. Kurash. Ela sen ham arqang bir xil, buni ham arqasi bir xil. Bor, kurash. Yana 500 ming zoting qo'shildi, ko'p gapirmay. Kurash. Nima ko'p gapirasiz, hozirdan zotga qiziqasan, endi 15 ga kirgan bo'lsa. Kurash yiqitib ol.
G'azal polvon, kel. Mana shu yigitniki chistalar ham oshib ketdi. Ber. Yo, to'g'rimi? Yana mana nima deydi? Bo'lgani yo'q deydi mana. Seni kallang aylanadi. Ramazon, chiq hayda. Yana nima qilsin? Nuhudin Boysun. Kel. Ikkovi 2 soatdan oshiq olishdi. Ikkoviga ikkita chaqir. Ikkoviga ikkita kel. Buma. Nuhudin kel yoqqa. Belki. Mana seni kutyapti. Mana. Ikkoviga ikkov tayyor. Mana ikkov rozi. Ikkoviga ikkov tayyor. Ana shu zotni shunday to'g'rilang. Kel. Takror ikkoviga ikkov tayyor. Allimiki men bir joyga tursang gapiradi. Zo'ra turib 5 minut 5 minut. Ha? Ikkoviga bir qara, ikkovim olishsan. Qaysi? Ben tikka olaylik. 10 minut dam bergin. So'raydi. Bo'ldi. Dam olsin. 10 minut. Şu geliyor. Küçük tane bir ikisinden ya onu kamera açaydı. Men tanirkan-da. Qashqadaryo Asif polvon davraga keldi. Ot bozor videoga olib kelib chog'orib keldim. Hozir sho'rchi ketaman, sal olib bilaysan, gashit qilay. Agar moshina bo'lsa, o'lbirta shartlamoqchi edim, sho'rchi ketaman. Tomonlardan biri kelgan. Ha, yaxshi-da. O'z kurash chormagan Surxonmeydaga ancha bo'lib ketdi-da, chunki kurashga vaqt yetmaydi-da. Chang bo'lib ketadi. Ha. Dadaxon ke. Dadaxon polvon kelganmi? Ke. Mana bir yoshlar bilan bir ko'r Dadaxon. Ke. Voy, Dadaxon kelibdi. Mana xohlaganing shu Dadaxon bilan bir ko'r. Dadaxon qaytmaydi lekin. Qayerga kurash kelsa borda. Oh! Ana! O'zbekiston. Dadaxon polvondan Aktam polvon ishlayapti. $100 bu. Amin. Xudo omading bersin. Bu bolalarning momasini nomidan. Bo'ldi, men Ha, boringga. Suv ichib. Bor ha. Bo'ldi. Yo, bu hozir zaps bo'lyapti-da. Keyin ko'rasiz. O'yin chot ko'rdi. Ha, zo'r urdi lekin ko'tarib, ha. Ziyonla ko'rdi. Kameralarni artib oldik. Chang bo'lyapti rosa. Azoncharimiz videoni shu joygacha ko'rib kelganlar bo'lsa, kommentariyada bitta fikringizni yozib. Oldimi uni? Oldimi natijani? Uni videoni точно olib, yana to'xtatib qo'ydim o'zim shu joyini.
Ularni XG'si balandidi. Men bu e'tibor qildim. Olishdan bo'lsa. Mana buni olishingiz kerak Qashqadaryoni. Qashqadaryoni. Shu joyga ko'rganlar like bosib qo'yinglar, kommentariy yozing. O'sha yerda turganlaring. Nima bo'ldi? Mangol bilan nimaniki? Ha? Halol bo'ldimi? Halol chiqqanmi? Ha, shuni ko'ringlar. Kim osmonga chiqib ketganini hamma ko'rdi-da, yerga chiqib tushmaganiga nima bo'ladi? Mana Mangol doriga bag'ridan boryapti. Bor. O'rniga borasan-da, u ham Surxondaryo, sen ham Surxondaryo. Bor degandan keyin bor. Olishib ketdi bag'ridan. Bekon, Baxtiyorov Bekon. Anvar nima bo'ldi mana Bekon? Hayli hukumat deyapti, nima qildi? Mana hal. Boya kadrda oldingizmi? Zo'rurdi lekin. Ha, menga oldimmi videoga? Men ham kesib bersangiz Instagramda. Kim bo'lgan telefonda? Ikkovga men nomdan 200 boshqa qolish. Tur. Qancha? Nariga borsang qaytasan. Axir nima bo'pti? Buniki? Chiqib, davraga muncha odam yig'ilma, chiqib. Chiq. Ana o'sha tushdi. Hammasini ko'tar. Nima bo'ldi Bekov? Toni nima bo'ldi? Ha? Anvar nima bo'ldi? Kim? Yana boshlandimi? Ha? Abdukarim, syomkang bormi? Bo'ldi, olib kelib. Syomka yaxshi bo'ldi. Yaqinda hali Mirbolik doktorama qo'yamiz. Maska taqmasa bo'lmasdi, u hamma joy chayib ketdi. Ha, Jasur. Hey, kele, qarashi. Efirda qovurg'aga o'ragan bo'lsa, og'riyapti deganda ishingni ko'rdi. Nima ahvol? Kel yoqa, kurash, olma. Kurashmasang bo'lmasa, qovurg'a og'riyotgan bo'lsa chiqib ketish kerak. Bu yigitni oldini baylamang. O'g'aylar, to'yar oshdi ko'z taniydi. Iroq berganing bilan rahmat. Baqaka. Mana unga 100 ming bering. Biz lazimiz yutmaylik. Bosibda Qashqadaryo. Ana Boshqa, beraki. Abdukarim, rahmat, bizni choyog'am ne bu? Kes Said 100 ming bering. Bahriddin, Halol serniki. Said Bahriddin, Baxtiyor, Jamshid. Uchta olishganga bitta olishding. Yo'q, mana Viber. bo'ldi, uchta olishdingmi? Rahmat senga. Mehmon shaniga bitta qarsa. Xohlasang olish,
Olishmaysana, otda oldi, minda hayda Qashqadaryoga. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunday. Otni ber. Bo'ldi. Ro'za katta jalak yesa bo'lar ekan. Ilmiyot sinfdoshi nomidan $100 mehmon keldi. Yozing Bokovul. Aziz polvon davraga kel. Yozing Bokovul. Uzun, Bag'riddin, Sho'rchi, Said ikkovi olishmay qoldi-da. Ikkovga bitta oti bor, 4 yashar oti bor. Hammani shaqa burchakka kurashasiz. Allohu akbar. Hayda. Endi davraga Zohid polvon ber aka, Zohid. Kel Zohid. Zohid ber aka. Ikkovim hayda. Bo'ldi, rahmat. Hayda. Senlardan boshqa polvon bor. Chiq tashqariga. Jasur, Sho'rchi, Yaxki. Jasur, Sho'rchi. Jasur. Vah, billa. Dahshat tushdi lekin. Bo'ldi xolos. Yo'q. Nima bor? Yo'q. Yo'q, bo'lmadi lekin. Yo'q, bo'ldi. Ana Javohirni o'zi ham biladi, Ziyonni o'zi ham biladi. Ana bo'ldi, qo'l tashanglar. Qo'l tashanglar, bo'ladi. Men ko'rmay qolibman, o'zim. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi. Qo'l tashanglarda endi mayli bo'ladi. Bo'ladi, yo'q, bo'ladi. Javohirimda yotgan payt bunday qildi, keyin qo'yardi, bu ko'tardi. Bo'ldi, ikkovidan ham bir xato. Hech nima qilmay, kurashinglar. Bo'ldi, yo'q, mayli, kurash. Gap ko'paytirmanglar. Ikkoving el tanigan, el suygan yaxshi polvonsan, chiroyli. Yo'q, hech nima qilmaydi. Endi og'aylar, baribir nima deydi, maslahatli to'y tarqamas degan gap bor. Bizda mana shu Zohid polvon kurashimizda qayerdan chekka chiqqandan kelsa kurashib berib turibdi. Bugunga mana gapni ochiga keldi bu tirik jon. Mana badanni ushlab turibman. O'zi bemorman hojibo, lekin keldim. Agar hech kim bo'lmasa, men bemalol shu davrada kim bilan bo'lsa ham orichini ushlab turaman deb kelib turibdi. Shu bolaning mazasi yo'q. Temperatura qilib turibdi. Endi bitta narsa, biz har kuni davramizga shuni ko'ndalang qildik. Bir kunga shu xalq bundan kechib ketsa, shu xalq ham nomardlik bo'ladi. Ma'qulmi xalq? O'ydan avvalambor haqqiga duo qilamiz. Taning sihat salomat bo'lsin. Ota-onangning ruhi shod bo'lsin. Sog' salomat bo'lganda shu maydonlarga yana tushib kelib, katta kurashlarimizda, katta polvonlarda o'rtasiga ko'ndalang bo'lib, Surxondaryoning orini olib yurgun. Mana To'ygaz Farhod polvon nomidan senga sovg'a bitta katta ot. Amin. Umringiz uzoq bo'lsin. Allohu akbar. Mana Zohid polvon endi bu mendan ko'ra gapga chechang degan bir ikki og'iz gapir. Avvalambor assalomu alaykum.
Nasha qadagamizga qo'lga tarafimiz. Butun sportchilar nomidan mana shu sport seminariga o'z hissasini qo'shib, to'g'ri yo'lga boshlayapti. Allohim shu akamizdan ehsonlarini biriga ming bersin. Mana shu to'y bolalarimiz ham kelajakda jahon olimpiada chempioni bo'lsin. Otasiga yurtini xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. Inshaalloh shu yigitlarni chempion bo'lganlarga mana shunday hammamiz kelib tabriklash Alloh nasib etsin. Allohim safarlardagi akalarimizni ham safarlarini qilib shunday kelib to'ylayversin. Hammaga Allohga katta tashviq bersin, shu tashviq faqat to'y tashviq, bosh to'ydan chiqmasin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Allohu akbar. Rahmat. Ey rahmat zohid polvon. Kurash davom etyapti. Bu holat bu. Holat. Yana zotni olib birganiga aytayvermi? Ana yerga o'tiribdi. Anaga birinchi tovoqni ustiga zohid polvonni nomidan ham 500 ming so'm mehmon berdi. Endi birinchi tovoqqa kim qarayapti o'zi? Hech kim qaramayapti. birinchi tovoq ustiga Zohid polvon 500 ming qo'ydi. Qashqadaryo va Surxondaryo. Kuchimlashdik, ha, mana, davay. Qaysing atsak olsang yutasan, davay. Kurash, ekonga. Bo'lmas. O'zing quchoqlashib qolding. Otangga rahmat. Abdulaziz polvon do'sti. Mana bossa bo'ladi. Vaqt ketyapti akalar, qo'lish aytadi. Ekonga 500 ming. Kurash. Qapta ish oldi. Yozib qo'yinglar, Akbar. Bir ushlashib zaxotib qaynalib ketdi. Javohir 500 ming. Akbar Javohir 500 ming yozing. Akbar Javohir 500 ming yozing. Boysun Qashqadaryo. Qashqadaryo ham katta. Abdulaziz. Ali keldi, Ali bilan urushib. Mana Boysundan bu taraf Qashqadaryo. Qanday bo'ladi? Maqsad. Qashqadaryo Qarshidan ekan. Ol polvon ekanlar. Qashqadaryo Boysun ekan. Ushlaysan, berib qochasan. Bu mana Dadaxon polvon tushdi. Abdulaziz zotini beringlar, nimani kutyapsizlar? Ko'rmanglar, beringlar. Berki Abdulaziz. Berki. Chiroyli olishasan, chunki men seni o'zim chaqirtirib olishtiraman-da. Chunki bu davraga bizga mayli, birinchi tovoq, ikkinchi tovoq mayli, polvonlar ko'raversin. Abdulaziz polvon, Ali polvon, ikkoviga bitta egarlangan oti bor. Bobur aka nomidan. Bu shuni damo o'rtaga kurash. Bu chiroyli kurashga yigitga zot qo'yamiz. Yo, bo'lmadi. Bor, to'ppa-to'g'ri, bor. Bir ikonga katta jelak kiyibga bir yangilikqa ikon chunki jahon chempionida mayda jelak kiyishi bo'yicha. Farhodning oshnasi Toshkentdan Yorif Otabek nomidan ham 100 dollar mehmon keldi. Ikonga o'ziga Alpomish Muhriddin 500 ming pul bor. Kurash. Bo'ldi, yoshlar bezovta qilingan. Kurash. Kurashinglar yigitlar. Qashqadaryo va Boysun. Yana davraga chiqishdi. Mana qara, kim edi? Maktab. Meni erkakdan bu dardi. Soyuzda bolalar. Birdan kiyib keldi, sen ham kiyib kel. Hani ko'ramizda aktam sharmanda qilib bo'lsa, katta narsa kiyib kel. Bosh bir gap bo'ladi. Og'aylar, mana shu Sarafiyadan hozir yaxshi kurashyapti. Shu yoshlar polvonni haqqiga otasi kelib
shu xalqdan bir duo bering farzandim daqiqa deb bir duo qilaylik. Ilohomin, Parvardigor umr uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Qayerga yursa ham Xudoy taolo yuzini yorug' qilsin. Safar yuradi, safarni bexatar qilsin. Mana shu Sarasiyoni, qolaversa Surxondaryoni, qolaversa O'zbekistonni shon shuhratlarini ko'klarga ko'tarsin. Amin. Allohu akbar. Qara. Kurashi aytamish muhidim, aynalmay kurashi. Og'aylar, yana bitta narsa, mana hammani guvohligida, mana Farhodni to'yiga mana shu bugun ko'rib turibsizlar. Mana shu mahallani, Nurbuloq mahallasini xalqiga, qolaversa yigitlariga bir haqqiga duo qilaylik. Ilohomin, Parvardigor safar yurganlarning safarini bexatar qilsin. Shu yerda yurganlarning Xudoy taolo umrini uzoq qilsin. Mana shu to'y bizni musulmon xalqi misqol bersa xirmon bo'ladi. Bir mushdan ursa o'ldiradi. Shuning uchun buni o'sha qattiq rejim qaraymiz. Bosgani sotib oladi, bosmagani yo'lda aniq biladi. Doktor, hukumat, kurash. Men qarab turibman, davom. Senlarning ustingga men qarab turibman, kurash. Aka, qichoqlashning xohlaganda zaprab. Olishi bo'ldi, Abdulazizga 5 minut vaqt qolibdi o'zi kurashga. Kel. Kurashinglar yigitlar, kurashinglar. Mana 5 minut aynalmay kurashinglar, bironta rezultat bo'ladi. Haydaysan Dadaxon. Ol, davay, 5 minut vaqtdan qoldi. Aylanma, ol. Bo'ldi, bu qollar yotsa ham bosing Dadaxon polvon. Ha, shunday. Mana bir ogohlantirdingiz. Yotganda ham bosib beringlar bizga. Qara. Bo'lmadi. Kelinglar shu Dadaxondan bir video olib qo'yay. Yana nima qilaylik? Kurashinglar. Katta chelak kiygizib chiqargan bo'lsak, aynaltirmay olishtiradigan bo'lsak, kurashinglar. Hayda. 4 minut vaqtlaring qoldi yigitlar. Kurashinglar. Dadaxon polvon. Dadaxon kurashamiz. Oz-oz chiqding ekan. Kurash. Yana bir yigit Dilmurod degan ukamiz bor. Kurash, Shahzod, kurash. Bir duo qilamiz. Kurash, yiqitsang ham hisob. Xudoy taolo Kurash ekan. Yana safimizga kelib qo'shilib, to'y tomoshalarga birga bo'lishni Alloh nasib aylansin. Alloh akbar, kurash, aynalma. Dadaxon polvon. Nima qilib bo'lsam, qulog'ini tishlab bo'lsam yiqitib beringlar. Mana shu qishloqni yosh bolalarini hozir murabbiylik qilyapti, mana doni o'zi yaxshi olishdi. Shu to'ydordan $100 shu yigitga sovg'a. Shu yigit taqiga ham bir chiroyli qarsa chalib qo'yinglar. Shogirdlaringda olimpiya chempionlar chiqsin. Allohu akbar. G'ayrat qil. Kedoni.
Yigitlar, kurashaylik. Gapni ko'paytirma, kurash. Rakam sifir qilyapsizmi? Tushadimi? Boshlar bile. Nima bo'ldi? Qaysi bosdi men ko'rmayman. Ha? Bo'lgan yo'qmi? Ha, bo'ldi. Abdulla ko'rganim, men ko'rganim yo'q. Ha. Mayli, oyog'ing bilan qo'shib ko'tar. Oyoqni ushlama. Aktam, kurash. Men ko'rganim yo'q. Abdulla nima bo'ldi deyapsizlar? Ijtimoiy bo'lgan yo'qmi kurash? Kurash. Namag'am Qashqadaryo. Qirqqa kirgan kurash. Bosh tomoqlar. 3 minut vaqtlaring qoldi polvonlar. 3 minut. Ko'ringlar. 3 minut vaqtlaring qoldi. Rustam polvon, kelbaqay. Rustam polvon. Kelgan ekan-ki, endi hozir bu musobaqada yuribdi. Hech narsa bo'lmaydi. Mana shundayda polvonlarga bir sal e'tibor bersak, ular o'sadi xudo xolasa. Rustam kel. Barida kurash uka. Kurash elaga, burilib turibdi-ku, kurash. Aktam kurash. 2 minut vaqtlaring qoldi. Kurashinglar yigitlar. Og'aylar, mana shu Rustam polvonni haqqiga ham bir duo qilaylik, ilohim. Parvardigor umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, qayerga yursa yuzi yorug' bo'lsin. Bularda har bir g'alabasi butun millatning g'alabasi. Qayerga borsa bayrog'imizni ko'klarga ko'tarsin-da, xursand qilib xalqni xursand holatda kelishligini Alloh nasib etsin. G'ayrat qilsin. Mayli, omadingiz. Mana bir kishi telefon topib olibdi. Telefonlarini ko'ringlar, mana olib kelib berdi, halol odamlar ham bor. Mana o'chgan lekin telefon. Mana eshikga qo'ying. Egasiz o'chibdi. Qaysi bachcha? Bo'ldi, boshqamiz zotini beringchi. Aziz polvon, aziz kelgan bo'lsa azizlarım kengir bersa biron kishi. Bo'ldi. Bormi aziz kel. Bormi qani aziz? Og'aylar, sog' kelganlar salomat kelsin. To'yimiz nihoyasiga yetdi. Amin. Allohu akbar. Mana azizda birontasi. Mana to'y tugadi. Bo'lmadiki bu taraf ham, kim avtomobil sohibi ham. Azoncha aruz mana aka kurash tugadi va nihoyat. Ikkinchi mikrofonni ham olib keling. Ikkinchi mikrofon. Azonlarimiz mana aka kurashda tugatdik. Bir qancha blogerlar xizmat qildi. Ularda bor kadr bizda yo'qdir, bizda bor ularda yo'qdir. Bir-birimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar. Abdukarim Qurbonovga ham o'tib ko'rasizlar. Surxon Sport, Surxon Baraka va hokazoda. Juda ko'p blogerlar xizmatda bo'lishdi.